Aslında sıçtık ha. Opa! Hey, opa! Hey, opa! Kuatsa! Nim kuatsa! Beni koyuvet emlak. Beni koyuvet emlak. Koyuvet. Canım apa boldu kıgına. Birden bolsun beni hatırlayacağım koysam dolmamda apa. Qarab bakın ama öyle kıvetkinin ne mi kalayım kançılık bu amda. Uygu oğur kırıptı mı? Uygu karakçı kırıptı mı? Vay oğur kirme diye, karakçı mı kirme diye. Elime yok manama öyle ködüma, elimenin yokluğu. Bu ettiğin saat ketken peti ağzı kirmeyi varsa. Kaçan kildiğini ben ya okumasam, o et demese. Sen tahmini hatırlayacağım kılmasan. Ama sen seyvettin o. Bu... Boğulup koysan süvütüme şu. Ey canım apa sen sevmediysen ben seni ekirmemdim o bir niga. Man kada kılımız hem de. Öyle kayıtıp geliştim bildikense he? Apam işkimiz yağız taşak koyup sırtımda o erkin azarda yürüseydigine yakınmışam. Hemen apam birer iş yapıp kanda kılsa he? Yakala. Qanday qilasa? Muxtar. Opam og'rib qoldi 6 yil oldu, 6 yil. 6 yil degancha qarang. 72 oy, 1800 kun deganga. Men mush kunlarning hammasidan kecha kunduz opamning holidan xabar olyapman. Qo'y. Siz bir kun qarab qo'yganga chidamay qoldingizmi? Vay. Apam yağız taşak koyup da gipim yoğan bolsun ya. Mening gapim yo'g'on bo'ladigan Muxtar. Men kechirgisiz gunoh o'tkazgan ayol. Mening kechirgisiz gunohim-chu qarang. O'zimni unutib qilib yashaganimda. Mening yana bir xatoligim-chu. Sizlarning atrofimdagilarning hissiyotini o'ylashib, o'zimni to'liq unutilib ketganimda. Mening yana bir xatoligim qulog'imizni dam tutib anglab. Sizdek odamga yotliq bo'lib 20 yil uy tutilayotganimda. Hem de balakşı sen yakınmışsa. Atacağın keltim jumat ola. Opam ishtonlarga siylasimay yodingizga kelaman. Uylar qalaymaqon bo'lib xotandek bo'lib ketganda xotiningizning borligi yodingizga keladi. O'zi sizning opangiz. Tug'ib beqib cho'nqig'ini siz men emas. Kelinning qiynonini boqadigan majburiyati yo'q. Yana kelib ajrashish oldidagi kelinning. Saranlıkını tutma seninki. Ya mı acısı aldı kelinden yürüysen? Kondaksı ki acısı aldı kelin bolup kaldın hem de sen. Ya toktap durar sen ben bile acıraşmakçı mı?
eski odamlar bor. Qo'rqmang opam. Meni kechiring. Bularga sizga hamroh bo'lolmaydi. Kunda bir xil seni qoriyverib zerikmidingmi? Qaysarning ayoli qarab baqa, kunda har xil har yangi saylarni qoriydiga, topanji deganda. Qaysarning turmushiga bek havas qilib ketmagan o'xshamamsiz? Men-chu, Qaysarning ayolining turmushiga bek havas qilaman. Ularning uyida-chu qarang, ayol tamoq qilsa, Qaysar uyning ishlarini qilib berdi-ekan. Men uyida-chu, hamma ish mening beshimga kiyiglik. Ay bu, yan ağzın açıldı seni. Sen şu bunda öğlen işini kıgaç, tamak attın koy şu. Sözler vurken, oy! Bu hemen ekirkesen, ben nem yiyeyim ha? Sen ben tamak etemeydi o da noçul kıvatsa ha? Kaptık. Ha kızım, bana bir tamak buyurtup bir ha? Camacı, açıkçı kılıp taz aşı. Yoğun ne ha? To'xtang. Avu, pidaymandin ikkinchi alab qo'ying taza. Ha, bo'ldi. Qiyin ish yo'q olamda. Ko'ngil qo'ygan odamga. Men hech nima qilolmaydi degan bitang. Vaja. Bu qizim qanday tamoq buyurtib berdi menga? Qo'zg'ab. 具体的生存期限呢，要根据肿瘤的大小、位置、肝癌的病理类型以及肝功能的状态。即使到了肝癌晚期呢，我们也是会通过不同的治疗方式来提 Men 高 bugun 患者 o'zim 的 tamoq etib, o'zim qachon yurdim. Seni avarqimdim juma? 活跃程度很高，体积又很大，并且呢，患者的身体素质又很差，大概也就。 Acışıp gideylik-chu. Sen dedin ama, sen dedin maaşına herkes bu kaldı deyip. Sizdek odam bilan tishimni tishlab, chidab davomli o'tayverganimdan o'lgunim yaxshi. Hayalim men tashlab ketgan o'xshaydi.